Hammaga salom. Bugungi video samimiy inson yo'q deyolmaydi, lekin aynan o'sha fazilati o'ziga qarshi ishlaydi degan mavzuda bo'ladi. Tayyor bo'lsanglar qani keladi. Hayotimda shunaqa insonlarni ko'rganman, o'zim muhim ishi bo'lib turib, boshqalar yordam so'rasa yo'q deya olmasdan, uni ko'ngliga qarab, o'zini ishini chetga surib, unga yordam bergan. Qachongacha boshqalarga yordam berib yashamoqchisizlar? Meni hayotimda ham xuddi shunga o'xshash holatlar juda ham ko'p bo'lgan. Maktabda deysizmi, hozirgi institutda deysizlarmi, ishda yoki ko'chada yoki do'stlar davrasida menda ham bo'lgan bunaqa holat. Va bu gaplarim bilan hech kimga yordam bermanglar demoqchi emasman. Prosta o'zinglarning vaqtinglardan, o'zinglarning rejalardan kelib chiqqan holatda qaror qabul qilinglar demoqchiman. Qaysi holatlarda yo'q demaslik kerak? Misol uchun o'zinglarning ishinglardan ko'ra u odam yordam so'rayotgan ishi muhimroq bo'lsa va uni qo'lidan kelmaydigan holat bo'lib qolsa, yordam berish kerak. Misol qilib aytadigan bo'lsam, tasavvur qilinglar, narvonda bir inson turibdi va qo'lida narsa bilan narvonda turibdi va yerdagi narsani ololmayapti va sizdan yordam so'rayapti. Sizni qo'lingizda bozordan qaytyapsiz, bozorga turibdi, ikkita qo'lingizda ham, lekin sizda imkon bor, bu narsani chetga qo'yib turib, uni narsasini olib berib, yana yo'linglarni davom ettirishingiz mumkin. Yana misol qilib aytadigan bo'lsam, sizdan kimdir kelib turib, masalan 10 million so'm pul so'rayapti, lekin sizda 10 milliondan ham ko'proq, bunda o'ylab qarang, 15 millioncha pulingiz bor. Va sizda hech qanaqa rejangiz yo'q yoki qaysidir joyga yoki arendangizga berishingiz kerak emas, pulni prosta turibdi. Qarayapsiz, u insonga realniy yordam kerak bu tarafdan, agar u pulni bermasa, pulni topmasa, unga zararga ishlaydi. Va shunaqa holatda o'zingizga ham kerak bo'lmasa, unga o'sha pulni masalan qiynalib qolmasangiz o'zingiz ham agar o'sha summani bera olsangiz, o'sha 10 millionni berishingiz kerak. Mana shunaqa holatlarda yo'q demaslik kerak. Qachonki yo'q deyish kerak? Unga misol qilib aytadigan bo'lsam, sizni ishxonangizda masalan sizdan kimdir yordam so'rayapti, lekin o'sha yordam so'rayotgan narsasini o'zi ham qila oladi va prosta dangasaligiga tutib yoki erinchoqligiga tutib, sizga iltimos qilyapti. Va siz ana o'sha holatda o'zingizni ishingiz turibdi, yoki o'zingizni planlaringiz turibdi, rejalaringiz turibdi deb ishxonadagi endi ko'ngilchanroq bo'lasizda, o'sha holatda hozir yo'q desam bilan olib berganimiz bor, boshqadan yuz ko'rmasa bo'lib ketamiz deb o'ylaysiz. Va o'sha holatda xo'p deb qo'yasiz. Keyin qarabsizki, yana bitta ortiqcha bosh og'riq o'zingizga orttirib olgan bo'lasiz. Sababi bu inson ham o'sha boshini og'ritmasligi uchun sizga beryapti. Mana shunaqa holatda yo'q deyish kerak. Yana misol o'zimning hayotimdan kelib chiqargan bo'lsam, shunaqa holatlar bo'lgan-da. O'zimning ishim bor, yoki o'zimning uyimda ishim qiladigan ishim bor, lekin o'rtoqlarim, do'stlarim menga kelyapti-da, bitta joyga o'tib kelaylik. Mana hozir ishim bor desangiz, tez kelamiz deyish mumkin. Lekin o'sha holatda o'rtog'ingiz imkoni bor, o'zi borib kela oladi. Lekin shunchaki zerikyapti, bitta o'zi borgisi kelmayapti, zerikib ketadi borsa. Va mana shunaqa holatda ham yo'q deb olishingiz kerak, sababi siz o'rtog'ingiz bilan borgandan ko'ra o'sha uy ishingizni qilganingiz o'zingizga foydali. O'rtog'ingiz ham zarar ko'rmaydi bunaqa holatda. Qisqa qilib aytadigan bo'lsam, biz shu samimiy bo'lganimiz uchun ham hech kimga yo'q deya olmaymiz va o'zimiz oqibatda zarar ko'rib qolamiz. Bu narsalarni yo'q qilish uchun bitta shunchaki o'zingizga kuch topib yo'q deya oling. Bu inson xafa bo'lmaydi. Shunchaki bunaqani sababini ham aytib o'tirmang, shunchaki yo'q deb. Mana shunaqa ishim bor edi, bunaqa ishim yo'q. Shunchaki orta yordam beraman. Yoki yo'q, kel, hozir yordam beraman. Pulingiz bormi? Yo'q. Pulingiz yo'q sizda.
Xo'p deganda nima foyda bunda? Pulingiz yo'qmi? Shunda yo'q deydi. Yo'q, yordam bera olmayman, buni pulim kamroq edi. Agar tushunadigan inson bo'lsa, yo'q dedingizmi? Demak, sizda imkoningiz yo'q ekan. Bu sababini tushuntirib o'tirishingiz hojati yo'qligi. Mana shunaqa insonlar to'g'ri tushunadi shu holatda. O'zingizda kuch toping, yo'q deyishni o'rganing. Qachongacha xo'p deb o'zingizdan o'zingizning rejalaringizdan voz kechasiz. Kechiktirasiz yoki rejalaringizni. Undan ko'ra yo'q deng, qisqa javob bering va o'zingizning ishingizni qiling. Chunki u insondan yordam so'raganingizda u yo'q deya olsa, demak siz o'sha paytda afsuslanasiz, nimaga o'sha paytda xo'p deb qo'ydim, mana bu yo'q desam bo'lardi deb qolasiz. O'rtog'ingiz bilan oilangiz buzilib ketishini xohlamayman. Shunchaki inson o'zini o'ylamasa, hech kim sizni o'ylamaydi. Yoki o'sha og'ayniz kelib turib, yoki o'sha inson sizni kelib turib, qaysi ishing bor, menga ishingni ber, men ishingni qilib beraman, o'tgan safar menga yordam ber demaydi. Yo'q, demaydi. O'zingizga o'zingiz xo'jayin bo'ling. Bu qachongacha birovning qo'yniga qarab yashamoqchisiz? Qachongacha bu? Shunaqa yashadimmi? Qiynaldi bu. Kecha ham mana bugun kecha yetgan narsaga juda afsuslandim. Chunki menda ham kechagina so'rashdi, syomka qilib bera olaysanmi? Qilib bera olaysanmi ham demadi. Men qilib bering, menga qilib bering syomka. Men yo'qsam bo'lardi, o'sha imkonim bor edi, chunki boshqa odam ham bor edi xo'sh. Mendan so'rayapti. Samimiy insonman, xo'p deb qo'ydim. Bugun zararli ishladi, mana proyektlarim ketdi ikkitasi. Post qo'ya olmadim. Shu sababdan yo'q deyishdan yoki xato qilishdan qo'rqmang. Zero xatolar to'g'rilanish uchun qilinadi, qayta qilinish uchun emas. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, o'rtog'ingizga ham yuborib qo'ying, unga ham foydali bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa, like bosinglar, podpiska bosinglar. Va kommentariyada o'z fikringizni bildiringlar. Qarshi fikr bo'lsa ham javob beraman. Sog' bo'linglar, keyingi kontentlarimni ko'rishguncha. Salomat bo'ling.